Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 9-iyun kuni mijozimiz telefon qo'ng'irog'i orqali Vizlon bo'lgan akkauntlarini ichidagi ma'lumotlarni saqlagan holatda qaytarib olib berishimizni talab qilib murojaat qildilar va Telegramdan qo'shimcha profillari orqali bizga to'lovlarni amalga oshirgandan so'ng ish jarayonini boshladik va ish jarayonini bugun chislomuz 16-iyun kuni soat 19:31 da o'z yakuniga yetkazdik. Lekin afsuski kirib olgan virus mijozimizni profillariga ikkinchi bosqich deb parol va elektron pochtani ulab qo'ygan ekanlar. Shuning uchun ichidagi ma'lumotlarni saqlashga imkoniyati bo'lmadi. Lekin shu holatda ham profildan virusni tozalab, o'chirib, qaytadan o'zlariga ochib berildi. Albatta sizga ham profilda ichidagi ma'lumotlarni saqlagan va saqlamagan holatda qaytarib berish xizmatimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.